Umrimda yemagan narsalarimni bugun yeb ko'raman. Birinchisi shunaqa uzum. Bu uzum Xitoyda delikates ekan. Nomi shayn muskat ekan. Bilmayman qancha gram, lekin 86 mingga oldim korzinkadan. Qarang qanaqa chiroyli. Hozir tatib ko'ramiz. Shirin, lekin qanaqadir g'alati ta'mi bor ekan. Ikkinchisi shunaqa pomelo. Korzinkadan 2 xilini oldik. Bu qizil. Mana esa hozir shuni sarig'ini yeb ko'raman. Hidija unaqa aromatli emas, вообще hidini sezmayapman. Bir tatib ko'raylik. Apelsin ekan. Lekin apelsin bundan shirinroq. Undan где-то 4 ball beraman. Uchinchisi shunaqa dragon fruit. Kiviga o'xshab ketarkan, lekin kivi yashil bo'lsa, bu oq ekan. Meni fikrimcha kivi bundan zo'r. Bu dragon fruit balki men noto'g'ri qo'ygandirman, lekin menga umuman yoqmadi. Undan 3 ball qo'yaman. Keyingisi mango. To'g'risini aytsam, do'stlar, sariq sabzi bor-ku, o'shaning ta'mida. Shunday qilib, vivod. O'zimizning O'zbekistonning mevalari chotki, bular umuman bo'lmaydigan. Ham qimmat, ham dabdala ta'mi.